Yoshligimizni eslatadigan onajonlarimizdan o'sha mashhur qulupnayli murabbolarni birgalikda tayyorlaymiz. Bu murabboni eng zo'r uslubda tayyorlaymiz. Kerak bo'lsa qishgacha ham yetib bormasdan yeb qo'yasizlar. Qulupnaylarimizni yaxshilab yuvib, barglarini tozalab olamiz. Menga o'xshab qulupnaylar aniq miqdorini bilmasanglar ham, to'g'ri qulupnayga birga bir shakar solamiz. Murabbog'imiz zo'r chiqishini bittada ikkita sekretini bilib olishni xohlasanglar videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Yarim choy qoshiqda limon kislotasi, ham limonni ham o'zini to'g'rab so'ramiz. Unda murabbog'larni ham rangi tinov chiqadi, mazasi ham zo'r chiqadi. Ushbu uslubda tayyorlab ko'rib, kommentariyada o'xshaydi deb yozib yuborsanglar xursand bo'laman. Murabbog'im o'tvormasdan qishgacha zo'r turishini kafolatlagan Rossiya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan Bayer brendining sifatli metall qopqoqlaridan foydalandim. Ham sifatli qopqoq qidirayotgan bo'lsanglar, bu qopqoqlarni qayerdan olganimni opsionida yozib qoldiraman. Sterillangan qopqoqlar bilan tayyor bo'lgan murabbog'imizni sovutmasdan bankalarga yopib olamiz. Ranglari sochli va mazasi og'izda qoladigan murabbog'imiz tayyor bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.